Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Sizlar bilan Namangan viloyat pedagogik mahorat markazi katta o'qituvchisi Qori Abdumalik Badlayevich tarix fanni o'qitishning modellari ilg'or xorijiy tajribalarga asoslangan modulimizni davom ettiramiz. Mavzuyimiz pedagoglarda Gagnening 9 bosqichli ta'lim modelidan foydalanish imkoniyatlari deb nomlanadi. Ushbu mavzudan ko'zlagan maqsadimiz Gagnening 9 bosqichli ta'lim modelini sizlarda qanchalik bilim borligini aniqlash hamda shu bilimlarni yanada kuchaytirib sizlarda Gagnening 9 bosqichli ta'lim modeli bo'yicha bilimlaringizni yanada rivojlantirishni ko'zlaganmiz hamda Gagnening 9 bosqichli ta'lim modeli orqali sizda zamonaviy ta'lim modellaridan foydalanishga sizni yo'naltirish va foydalanish imkoniyatlaringizni oshirishni ko'zlaganmiz. Savol: sizningcha Gagnening 9 bosqichli ta'lim modeli nima va qanday bosqichlardan iborat bo'lishi mumkin? Iltimos qilgan bo'lardim, videoga pauza berib, ushbu savol ustida bir ozgina bosh qotirib ko'rishingizni. Qanday model bo'lishi mumkin? Qanday bosqichlari bo'lishi mumkin? Buni mohiyati nima bo'lishi mumkin? Javobingizni o'zingiz uchun, o'zingizni sinovdan o'tkazish uchun, bir tekshiruvdan o'tkazish uchun videoga pauza berib ko'rsangiz yaxshi bo'lardi. Xo'p, menimcha videoga pauza berib aynan shu savolga javob berishga harakat qildingiz degan umiddaman va javoblaringizni tekshirishni endi video darsini davomida to'g'ri yoki noto'g'riligini ko'ramiz va qanchalik to'g'ri javob berdingiz, qanchalik noto'g'ri javob berdingiz o'zingiz uchun bir bilib olasiz. Gagnening 9 bosqichli ta'lim modeli amerikalik pedagog va psixolog Robert Gagne tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, o'quv jarayonini samarali tashkil etish uchun darsni bosqichma-bosqich rejalashtirishga asoslangan pedagogik modeldir. Aynan Robert Gagne tomonidan 1960-70 yillarda ishlab chiqilgan Conditions of Learning asarida asoslab berilgan kognitiv psixologiya va behaviorizm nazariyalariga asoslangan va ushbu nazariyalarni rivojlantirgan shaxs hisoblanadi va dastlab harbiy ta'limda va professional tayyorgarlikdan o'tilgan jarayon ta'limda boshlangan, keyinchalik umumiy o'rta ta'limga ham joriy qilina boshlangan. Gagne 1916-yildan 2002-yilgacha yashagan, ma'lumot o'rnida buni ham bilsangiz yomon bo'lmasdi. Gagnening 9 bosqichli ta'lim modelining bosqichlari: birinchisi diqqatni jalb qilish, gain attention. O'quv maqsadini tushuntirish, inform learns of the objectives. Oldingi bilimlarni faollashtirish, stimulate recall of prior knowledge. Yangi ma'lumotni taqdim etish, present content. O'rgangan bilimlarni yo'naltirish, provide learning guidance. Amaliy mashqlar, elect performance. Fikr mulohaza berish, provide feedback. Natijalarni baholash, assess performance. Bilimni mustahkamlash va uzviylikni ta'minlash, enhance retention and transfer. Modeldan qanday asosiy maqsad ko'zlangan bo'lishi mumkin? Ushbu savolga ham pauza berib javob bersangiz yaxshi bo'lardi. Albatta, modeldan ko'zlangan asosiy maqsad o'quv jarayonini tizimli tashkil etish, bilimni samarali o'zlashtirishni ta'minlash, o'quvchilarning faol ishtirokini oshirish va bilimni amaliyot bilan bog'lash. Demak, metodikani har qanday ta'lim jarayonida qo'llash imkoniyati bo'lgan modeli hisoblanadi. Pedagoglar uchun qanday afzalliklari bo'lishi mumkin? Buni ham pauza berib o'zingiz uchun javob berib ko'rsangiz yaxshi bo'lardi. Pedagoglar uchun qanday afzalliklari bo'lishi mumkin? Taxminlaringizni bildirib ko'ring. Albatta, taxminlaringiz to'g'ri chiqish ehtimoli yuqori. Pedagoglar uchun darsni aniq rejalashtirish imkoniyatini beradi. Vaqtni samarali taqsimlashga yordam beradi. O'quvchilar faolligini oshiradi. Dars samaradorligini nazorat qilish osonlashadi. Barcha o'quvchilarni jarayonga jalb qiladi. Modeldan foydalanishning ahamiyati: albatta, tartibli jarayon sodir bo'ladi. O'quvchilarda eslab qolish, bilim bilan bog'liq ma'lumotlarni eslab qolish darajasi oshadi. Nazariya va amaliyotni bir-biriga bog'laydi. Zamonaviy interaktiv metodlar asosiga mos keladigan dars amalga oshiriladi. Nima uchun aynan ushbu model muhim? Darsning tabiiy psixologik ketma-ketligini beradi. Raqamli ta'lim vositalari bilan integratsiya qiladi. Ko'plab fanlarga moslashib ketadi. Ya'ni juda ko'plab fanlarimizda an'anaviy ta'lim modellarini ustuvorligini bilamiz, ularga tez moslashadi. 21-asr kompetensiyalarini ham chetda qoldirmaydi, ya'ni ularni shakllantirishga ham xizmat qiladi.
Birinchi bosqichda diqqatni jalb qilish, gain attention. Mana vaqtlarimiz biz 80 daqiqalik dars uchun beryapmiz. Siz o'zingizni 45 daqiqalik vaqtingizga moslab olsangiz bo'ladi. Diqqatni jalb qilish, gain attentionga qanday faoliyatlarni kiritish mumkin? Nimalar qilish mumkin? Ko'rgazmali rasmlardan yoki ko'rgazmali vositalardan foydalanish mumkin. Mavzuga oid qahramonlar yoki tarixiy voqealarni dramatik tarzda tasvirlash mumkin. Shuningdek, og'zaki hazillar, latifalardan ham yoki video lavhalardan ham foydalanish diqqatni jalb qilishga xizmat qiladi. Ayniqsa bizning ta'limimizda ko'p uchrab turadi qiziqarli mantiqiy savollar. Turli xil savollarni qo'yib, o'quvchilarni yoki mana biz tinglovchilarni diqqatini jalb qilamiz. Aynan mana shu bosqichni diqqatni jalb qilish bosqichi hisoblanadi. Ikkinchi bosqichda o'quv maqsadini tushuntirish. Har qanday darsda o'quv maqsadini tushuntirish bu muhim hisoblanadi. O'quv maqsadini tushuntirish jarayonida o'qituvchi darsning boshida mavzuni, mazmunini haqida umumiy ma'lumot berilsa, maqsadni oldindan eshitish, boshqaruv mexanizmini faollashtirish hamda natijalarga erishishga yordam beradi. O'quvchi qisqa vaqt ichida konseptual ziddiyatga tushmasdan darsni o'rganadi. Hamda qanday maqsadga erishishini oldindan bilgan o'quvchilar o'sha darsga o'ziga xos bir o'zini loyihasini tuzib oladi. Men mana bu bilimlarni demak ega bo'lar ekanman, oxirigacha kutaman o'qituvchidan deyish ham mumkin. Uchinchi bosqichda oldingi bilimlarni faollashtirish, ya'ni stimulating recall of prior learning da o'qituvchi o'quvchilarga ko'proq savollar berishi, tushunchalarni so'rashi, muhokama qildirishi va o'zi ham birgalikda muhokama qilishi mumkin. Va bunda uzoq muddatli xotirada darsning yaxshi saqlanishiga ta'sir o'tkazadi. Keyingi 4-bosqichda albatta yangi ma'lumotni taqdim etish, present contentda o'qituvchi mavzuni tushuntiradi yoki o'zining asosiy tushunchalarini o'quvchilar bilan birgalikda o'zlariga yetkazishga harakat qiladi, savollar berish orqali yoki kichik o'zini xulosa va fikrlarini bildirish orqali. Yangi ma'lumotlarni dastlabki ma'lumotlar bilan taqqoslash, xulosa qilish bunda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Keyingi bosqichda o'rgangan bilimlarni yo'naltirish mumkin. Yangi bilimlarni qanday qo'llashni ko'rsatish, yo'l yo'riqlar berish, ayniqsa o'qituvchi tomonidan olinayotgan ma'lumotlarini qayerda qanday foydalanish, noto'g'ri xatti-harakatlarga borib qolgan bo'lsa undan qochish bo'yicha yo'l yo'riq ko'rsatish kerak. Va darsda nima qilish kerakligi, qayerda, qachon, qanday amalga oshirish kerakligini, qanday birlashtirish lozimligi haqida ham maslahatlar berish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Amaliy mashqlar, elective performance bosqichida o'z bilimlarini albatta o'quvchilar amalda sinashga undalishi kerak. O'rgangan bilimlarini yozma yoki og'zaki savollar bilan tekshirilishi kerak. Ayniqsa o'qituvchi tomonidan o'quvchiga yoki turli xil bajaruvchilarga yoz, chiz, bajar, ayt kabi iboralar yordamida uni sinovdan o'tkazish tavsiya etiladi va taklif etiladi. Essay yozdirish, maket yasashga undash esa yanada darsning amaliy jihatlarini oshiradi. Fikr mulohaza berish, provide feedback bosqichida savol-javoblar, amaliy mashqlar bo'yicha mulohazalarni, fikrlarini bildirishga undaladi. Ayniqsa aynan o'quvchilar bilan teskari aloqaga kirishib, bunda o'qituvchi turli xil ma'lumotlarni so'rab olishi yoki turli xil yuz ifodasi, mimikalari bilan yoki turli xil yana qo'l, tana harakatlari bilan yoki boshini silkitish orqali uni o'zini fikr mulohazasini ifodalashga undash ham mumkin. Masalan, barmoqni ko'rsatkich barmoqni yuqoriga ko'tarilsa, albatta o'quvchilar dars zo'r o'tganidan dalolat. Pastga qaratilsa, albatta bu dars juda yomon holatda o'tgan hisoblanadi. Natijalarni baholash, ya'ni assess performance da mavzuni qay darajada o'zlashtirilganligini aniqlanadi va bunda har xil o'lchov va mezonlarga ko'ra baho berilishi kerak bo'ladi. Ayniqsa rasmiy vositalar, monitoring testlari, tizimli tadqiqotlar bunda muhim rol o'ynaydi. Formativ baholash jarayonini amalga oshiriladi. So'nggi bosqichda bilimni mustahkamlash va uzviyklikni ta'minlashda bilim bilan kundalik hayot o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatish kerak bo'ladi. Yangi bilimlarni avvaldan egallangan bilimlardagi mustahkam asosga tayangan holatda egallashga undaladi hamda
avvalgi va keyingi ma'lumotlar bir-biri bilan uyg'unlashtirilib, mazmunli ta'lim berilishi kerak bo'ladi. Uzoq muddatga olingan bilim saqlanishi hamda real hayotda qo'llanilishi talab etiladi. Bugungi ta'lim tizimiga beradigan natijasi qanday degan savoliga interaktiv darslarning sonini oshiradi. O'quvchi markazli ta'lim shakllanadi. Tanqidiy va kreativ fikrlash rivojlanadi. Bilim uzoq muddatga saqlanadi, pedagogik samaradorlik yanada oshadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.